Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz tutqanoq kasalligida birinchi yordamda bemor yaqinlari tomonidan ko'rsatilayotgan xatoliklar haqida bo'ladi. O'tgan hafta bir bemorni ko'rib qoldim. Demak, uni tutqanog'i tutib qolgan, talvasa holatda, hamma biladi. Bemor yerga yiqiladi va talvasa xurujlari kuzatiladi. Ayni mana shu talvasa xurujlari kuzatilayotgan vaqtda 2 nafar shaxs tomonidan unga tibbiy yordam ko'rsatilayotganligini guvohi bo'ldim. Xo'sh, bu yordam to'g'ri edimi va qay holatda ko'rsatilayotgan edi? Ikkalasi ikki tomondan bemorga yopishib, uni og'zini ochishga harakat qilishyapti va og'ziga qoshiqni tiqib, og'zini shunchalik darajada ochishga harakat qilishganki, bemorning og'zini bir tomonidan qon oqyapti, so'lak aralash qon oqib kelyapti. Bemor hushsiz holatda o'sha tutqanoq talvasa xurujlari kuzatilyapti va ikkinchisi bemorni borib oyog'ini, qo'lini ushlab bosib o'tiribdi. Xo'sh, bu narsa to'g'rimi? Men oldingi postlarimda ham bir necha bor murojaat qilganman, talvasa tutayotgan bemorlar uchun alohida tavsiyalar berib o'tganman va bemorning qarindoshlari uchun turli xildagi tavsiyalarni berib o'tganman. Bu narsa mutlaqo xato. Demak, nima uchun xato? Tutqanoq paytida ikki xildagi xurujlar bo'ladi: tonik va klonik bosqichlar. Xurujni tonik fazasida tanadagi barcha muskullar tirishgan holatda bo'ladi va u tirishgan muskullarni siz qanchalik harakat qilmang ocha olmaysiz. Erishadigan bitta natijangiz bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, bemorning yoki tishini sindirasiz yoki labini yoki tillarini kesib yuborishingiz mumkin va oqibatda bemorga jiddiy tan jarohatlari yetkaziladi. Yana shunaqangi holatlarni guvohi bo'lganmizki, bemor tutqanoq tutayotgan paytda qo'lini tiqib, yon tarafdagilar qo'li orqali og'izni ochishga harakat qilishlari. Bu ham yana bir katta jiddiy xatolik. Nima uchun? O'sha tonik fazasidami yoki klonik fazalar deymiz, u paytda qo'l oyoqlar tartibsiz harakat qiladi. Ayni o'sha paytda yordam ko'rsatayotgan shaxsni qo'lini tishlab yuborishi, qonatib yuborish kabi holatlar bor. Biz doim hamma kishiga tavsiya beramiz. Istalgan bemorni potensial SPID xavfi, ya'ni orttirilgan immun tanqislik sindromi bor shaxs deb qabul qiling degan narsani miyasiga qo'yamiz. Siz ko'chada talvasa tutayotgan odamni ko'rib qoldingiz va unga yordam beryapsiz, qo'lingizni og'ziga tiqdingiz va o'sha paytda qo'lingizni tishlab oldi. Tishlab olish oqibatida nima bo'lishi mumkin? Agar u shaxs SPID bilan kasallangan bo'lsa, u qonaydi, siz qonaysiz va oqibatda sizga SPID yuqib qolishi mumkin. Agar SPID bo'lmasa, qon orqali yuqadigan boshqa kasalliklar ham bor. Qaysi? Gepat B, gepat C deymiz. Sizga kerakmi mana shu kasalliklarni yuqtirib olish? Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, bu xatti-harakatingizdan tiyiling. Chunki siz perchat kiyganingiz yo'q, perchat kiygan bo'lsangiz ham qonayotgan paytda hamma joy qonab ketsa, u sizni hech qanaqa SPIDdan, gepat Bdan, Cdan himoyalab qola olmaydi. Keling, siz qoshiq tiqdim deb aytishingiz mumkin. Bemor shunday ham ochilishi mumkin edi, lekin siz uni tishini sindirib oldingiz, labini yirtib oldingiz yoki tilini yirtib oldingiz va uni tilini bitishi uchun yoki yirtilgan labini bitishi uchun ba'zan 15-20 kunlab vaqt ketishi yoki og'irroq holatlarda stomatit holatlarigacha ham sababchi bo'lishingiz mumkin. Bu paytda faqat bir xildagi yordam usulini siz berishingiz mumkin, qo'llashingiz mumkin. Bemorni yonbosh yotqizib qo'yasiz va o'sha so'lak massasi bormi, qusuq massasi bormi, nafas yo'liga ketib qolishini oldini olyapsiz va oyoq qo'lini fiksatsiyalangan holatda ushlaysiz. Bu bemorni o'ziga zarar yetkazmasligi uchun kerak. Menimcha bu holatda sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va bu xatolikni, yuqoridagi ikkita xatolikni qaytib qilmaysiz deb o'ylayman. Unutmang, insonning sog'lig'i bir marta beriladi va yo'qotilgan sog'liq tiklanishi ba'zan oylab, yillab davom etishi, ba'zan umuman tiklanmasligi ham mumkin. O'zingizni asrang, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.